buzamiz deb kelishdi. Hammasida kadastri bor. Biz aytdik, bir kun muhlat bersalar, tovar olib ketamiz. Va hokimiyatdan kelib, "Aka, hamma tomon buzilyapti" dedi. Toshkentdagi yangi bekatlar allaqachon qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Ular qancha turadi? Nega mavjud pavilyonlar almashtirilmoqda? Do'kon egalarining taqdiri nima bo'ladi? Va umuman loyihani amalga oshirish to'g'risidagi qarorni kim qabul qilgan? Bu savollarga shahar hokimligida o'tkazilgan matbuot anjumanida javob berildi. Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Abdurahmon Baxtiyevning so'zlariga ko'ra, loyiha shahar byudjeti hisobidan emas, balki xususiy investor mablag'lari evaziga amalga oshirilmoqda. Birinchi bosqichda 240 ta zamonaviy bekat majmuasini o'rnatish rejalashtirilgan. Asosiy mavzulardan biri yangi bekatlarning konstruksiyasi bo'ldi. Ko'plab aholi vakillari ular issiqdan yetarlicha himoya qilmaydi deb hisoblamoqda. Step kompaniyasi rahbari Alina Besimbayeva ochiq format xalqaro amaliyotga mos kelishini qayd etib o'tdi. Транспорт является одной из ключевых мер. Ko'pchilik zamonaviy bekat deganda konditsionerli, yopiq inshootni tasavvur qiladi. Aslida esa xalqaro amaliyot boshqacha. Rivojlangan davlatlarda bekatning sifati uning yopiq yoki ochiqligi bilan emas, jamoat transporti tizimining samaradorligi bilan baholanadi. Agar avtobus 5-3 daqiqada kelayotgan bo'lsa, yo'lovchining bekatda uzoq vaqt qolishiga ehtiyoj bo'lmaydi. Shuning uchun jahon standartlarida asosiy e'tibor bekatni qimmat va murakkab inshootga aylantirishga emas, transportning aniq jadval asosida harakatlanishiga qaratiladi. Ochiq formatdagi bekatlar ham barcha talablarga javob berishi mumkin. Ular quyosh va yog'ingarchilikdan himoya qilishi, qulay o'rindiqlarga ega bo'lishi, yoritish, video kuzatuv, elektron tablo va navigatsiya tizimlari bilan jihozlanishi kerak. Konditsionerli bekatlarni qurish va saqlash juda katta xarajat talab qiladi. Bu mablag'ni yangi avtobuslar xarid qilishga, alohida avtobus yo'laklari tashkil etishga va transport harakatini tezlashtirishga yo'naltirish ko'proq samara beradi. Chunki yo'lovchi uchun eng muhim narsa bekatda salqin o'tirish emas, balki avtobusning o'z vaqtida kelishidir. Matbuot anjumani davomida ommaviy axborot vositalari vakillari, mustaqil jurnalistlar, blogerlar hamda jamoatchilik mutasaddilariga qator savollar bilan murojaat qilishdi. Bekatlarni yana ko'rib chiqamiz. Endi e'tirozlarga qarab o'zgartirishga harakat qilamiz. Keyingi etaplarda shu narsalarga e'tibor beramiz, kerak bo'lsa o'zgartiramiz. Nima uchun qayta o'zgartirishimiz kerak? Xuddi panjaralarga 8 milliard pul ajratilib, yana qayta ko'rib chiqishimiz kerakligi esimizga tushib qolgandek, bekatlar ham shu holatga kelyapti-da. Bizda yozgi chilla kunlarida deylik 10 kun vaqt davomida 40 gradusdan oshiq issiq bo'ldi. Haqiqatda issiq bo'ldi. Bu paytda nafaqat u bekatda, balki ko'chada o'zida turib yurish o'zi qiyin bo'ldi. Bitta bekatni oldida emas, u oddiy transportda yurishdan, ko'chada harakatlanish ham qiyin bo'ldi. Shuning uchun aytdik biz ertalab 10 dan deylik 5 gacha ko'chadagi ishlarni majburiy to'xtatilading yoki va hokazo. Men aytmoqchiman, bu sinovdan o'tdi. Mana sinovdan o'tganda ko'rindi nima muammolar bor. Demak, balkim o'sha soya beradigan qismini uzaytirish kerakdir. Ikkinchisidan tomdan issiq o'tyaptimi, issiq o'tkazmaydigan material bilan qoplagin deb. Buni men o'ylamayman, bu anaqa to'liq mazmuni o'zgarib ketdi yoki qayta ko'ryapti. Men e'tirozlarni to'g'ri qabul qilib, tadbirkorga talab qo'yaman. Sana bekatingda, demak, soya yetishmayapti. Bu konstruksiya issiq o'tkazyapti. Bu ikkita kamchilikni to'g'rilaysiz. Bu bizga ham dars, bizga ham savol. Oxir oqibatda kim yutadi? Xalq yutadi, yo'lovchi yutadi. Unga yana ham mukammalroq bekat kelsa, men albatta xursand bo'laman. Eshitib guvohi bo'lganingiz savollarning aksariyati bekatlar dizayniga emas, balki loyihani amalga oshirish tartibining o'ziga tegishli bo'ldi. Hokimlik ma'lumotlariga ko'ra har bir obyekt alohida ko'rib chiqilmoqda. Tadbirkorlarning bir qismi allaqachon kompensatsiya olgan, boshqalariga esa yangi joylar taklif qilinmoqda. Hokimlik vakillari hujjatlarning mavjudligi har bir obyekt bo'yicha alohida tekshirilishini ta'kidlashdi. Loyiha tashkilotchilarining ma'lumotlariga ko'ra yangi bekatlar, panduslar, taktil plitkalar, elektron tablolar, video kuzatuv, favqulodda chaqiruv tugmalari va boshqa jihozlar bilan ta'minlanadi. Barcha kamchiliklar bartaraf etilmaguncha obyektlar foydalanishga topshirilmaydi. Auksion o'tkazilgandan keyin biz bekatlarni qabul qilib olish bo'yicha Toshkent shahar hokimligi boshchiligida komissiya tashkil qilingan. Bu bekatlarni qabul qilishda ozgina muammolarga duch keldik. Ya'ni
auksionga chiqarilgan bekatlar keyinchalik joylari o'zgarishi yoki boshqa joyga ko'chishi yoki transport marshrutlarini o'zgarishi bilan bu bekatlar yo'qolib ketgan yoki kamayib ketgan. Va bundan tashqari bu bekatlarni nima deydi, kadastr hujjatlarini rasmiylashtirishdagi ozgina o'sha joylari o'zgargani munosabati bilan mana bu yerni auksionda yutib olgan bo'lsak, lekin faktik bekat misol uchun 200 metr naryoqda joylashgan. 200 metr joylashgan joyga hali kadastr hujjati qilinmagan. Undan keyin bekatlarni o'zini joylashtirish bo'yicha ham o'sha yo'l harakati xavfsizligini tashkil qilish loyihasi ishlab chiqildi va bu loyihaga muvofiq bekat joylari, bekat sig'imi, bekat o'lchamlari o'zgardi. Shunaqa obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra biz bu bekatlarni nima deydi, qurib topshira olmadik. Va o'sha loyihani kutdik. Loyiha kutgandan keyin mana yaqinda loyihalarni olib, endi bu loyiha bo'yicha hozir bularni qurib olamiz. Bekatlarni modernizatsiya qilish loyihasi shahardagi eng ko'p muhokama qilinayotgan tashabbuslardan biri bo'lib qolmoqda. Yangi majmualar mavjud bekatlarga qaraganda qanchalik qulay bo'lishi va rasmiylarning javoblari jamoatchilik savollarini bartaraf eta olishi ularni ommaviy o'rnatish boshlanganidan keyin ma'lum bo'ladi.